Zümer suresi Mekke'de nazil bolgan. Cemi 75 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bu kitap galip, hikmet bilen iş kılgıcı Allah tarafından nazil kılıngandır. Sana biz bu kitapni hakikaten haq bilen, yani hakikatni öz içige algan alda nazil kıldık. Diningni şerikdan ve riyadan sap qilg'ining alda Allohga ibodat qilg'in. Bilinglarki, şerikdan ve riyadan sapdan Allohga xosdir. Allohni qo'yib ma'budlarni himoyachi qilib olganlar, bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir, deydi. Allah haqiqatan qiyomat kuni ularning ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqardi. Allah haqiqatan yolg'onchini, Allohning ne'matlariga kufrlik qilg'uvchini hidoyat qilmaydi. Agar Allah bola tutishni xohlasa edi, albatta maxluqot ichidan xohlaganni ixtiyor qiladi. Allah bola tutishdan pokdir, u g'olib bir Allohdir. Allah osmonlarni va zaminni haq asosida yaratdi. Allah kechini kunduzga kirgizdi va kunduzni kechiga kirgizdi. Allah kun bilan oyni bandalarning manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan vaqtgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Bilinglarki, u, ya'ni Allah o'z ishida g'olibdir. Bandalarning gunohlarini to'limu mag'firat qilg'uchidir. Allah sizlarni bir odamdan yaratdi. Ondan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratdi va hayvonlardan 8ni sizlar uchun yaratdi. Allah sizlarni ananglarning qornida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, ya'ni abi ma'ni, ondan laxti qon, ondan parcha go'sht bosqichlariga bo'lib, uch qorong'uliq, ya'ni bola hamrohining pardasi, bachidan va onaning qo'rsqi ichida yaratdi. Ana shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Podshohlik Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Qandaqmı onunğa ibadet qilishdan, onundan g'ayriga cho'qinishga burilib ketsizlar. Agar kafir bo'lsanglar, Allah sizlardan behojatdir. Allah bandalarning kafir bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Agar sizlar shukr qilsanglar, Allah sizlarning qilgan shukringlardan rozi bo'ladi. Bir gunohkor odam boshqa birovning gunohini ustiga olmaydi. Ya'ni har odam qilgan gunohiga o'zi javobgar bo'ladi. Ondan sizlar parvardigoringlarning dargohiga qaytsizlar. Allah qilmishinglarni sizlarga aytib berdi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni to'liq bilguchidir. İnsonga biroz ziyon zahmat yetsa, parvardigoriga yuzlangan holda uningga duo qiladi. Ondan Allah o'z tarafidan uningga ne'mat ato qilgan, uning beshiga kelgan kulfatni ko'tarayotgan chaqda Allohga ziyon zahmatni ko'tarib o'tish to'g'riliq ilgari qilgan duosini unutib ketadi. Boshqalarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun Allohga sheriklarni keltirdi. Aytqinki, sen kufring bilan turib, bu fani dunyodan ozg'ina vaqt bahramand bo'lgin. Sen cho'qim do'zaxlardandursan. Allohga sherik keltirgan odam yaxshimi yoki oxirat azobidan qo'rqib, Parvardigorining rahmatini umid qilib, kechining soatlarini sajda qilgan va qiyomda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? Aytqinki, biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Faqat sog'lom aql egalari ibrat oladi. Aytqinki, ey Allohning mo'min bandalari, parvardigoringlarga taqvodorlik qilinglar. Bu dunyoda yaxshi ish qilganlar oxiratda yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishadi. Allohning yeri kengdir. Kuffarlar orasidan shu yerga hijrat qilinglar. Faqat sabr qilguvchilarga ularning ajri hisobsiz berildi. Aytqinki, men dinni sherikdan va riyodan sap qilgan holda Allohga ibodat qilishga buyurildim. Hamda bu ummatning ichida musulmonlarning avvali bo'lishga buyurildim.
Aytqinki, agar men Parvardigorimga osiylik qilsam, shubhisizki buyuk kunning azobidan qo'rqaman. Ya'ni Allohning amriga osiylik qilsam, qiyomat kuni uning meni jahannam o'ti bilan azoblashidan qo'rqaman. Aytqinki, dinimni sherikdan va riyodan sap qilgan holda Allohga ibodat qilaman. Sizlar Allohdan boshqa xoliqinglarga ibodat qilinglar. Aytqinki, qiyomat kuni o'zlarini va oilasidagilarni ziyon tortqizuvchilar qattiq ziyon tortquchilardir. Bilinglarki, ana shu ro'shan ziyondir. Ularni ustidanmi qatma-qat o't, ostidanmi qatma-qat o't o'rib oladi. Shu qattiq azob bilan Alloh bandalarini qo'rqitadi. Ey bandalarim, azobimdan qo'rqinglar. Tağutqa çoqunuşdan jiroq bo'lganlarga, Allohga va uning ibodatiga qaytganlarga jannat bilan xush xabar berildi. So'zga quloq silib, uning eng yaxshisiga ergishadiganlarga, ya'ni taqvodor bandalarimga xush xabar bergin. Ana shular Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ana shular sog'lom aql egalaridir. Kimga azob va'disi tegishlik bo'lsa, u cho'qim do'zaxga kiradi. Sen do'zaxdagi odamni qutqiza olamsan. Lekin dunyoda Parvardigordan qo'rqqanlar jannatda qavat-qavat oliy imoratlardan bahramand bo'ladi. Ularning ostidan o'stanglar eqib turadi. Bu Allohning va'dasidir. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Sen bilmemsenki Allah bulutdan yağmur yağdırdı. Andın onu yerge sındırıp bulakni payda kılıdı. Andın Allah onun bilen rengi xilmi-xil ziraatlarını ündürdü. Andın o kuruydu. Onun sargıyıp ketkenlikini görsen. Andın Allah onu şah şumbuğa aylandırdı. Onun da hakikaten akıl ilgileri üçün Allah'ın kudurtunu görüstüdüğün ibret var. Allah köksini İslam üçün keng qilgan. Parvardigorning nuri ustida bo'lgan odam dili ko'r odam bilan o'xshashmi? Allohning zehrini tark etganlikdan dillari qetib ketganlarga voy. Ana shular ro'shan gumrohlikdir. Allah so'zlarning eng chiroyligi bo'lgan Qur'onni nozil qildi. Fasohatda, balog'atda uning ba'zisiga o'xshab ketadi. Vaz nasiyatlar, ahkamlar, qissalar uningdan takrorlanadi. Qur'ondagi azob oyatlari tilovat qilingan chaqda Parvardigordan qo'rqadigan kishilarning badanlari titraydi. Ondan Allohning zikri uchun, ya'ni Allohning rahmati, mag'firatiga doir oyatlar tilovat qilingan chaqda ularning badanlari va dillari yumshab aram topadi. Ana shu, ya'ni Qur'on Allohning hidoyatidirki, uning bilan Allah xohlagan odamni hidoyat qiladi. Allah azdurgan odamga hech hidoyat qilg'uchi bo'lmaydi. Qiyomat kuni qattiq azobni yuzi bilan mudofaa qiladigan odam azobga duchor bo'lmaydigan odam bilan o'xshashmi? Zalimlarga, ya'ni kofirlarga qilgan gunohinglarning jazosini tetinglar deyildi. Ulardan ilgari o'tgan ummatlar payg'ambarlarni inkor qildi. O'ylamagan yerdan ularga azob keldi. Allah ularga bu dunyoda xorliqning ta'minini tetdi. Oxiratning azobi texmi buyukdir. Ular oxiratning azobini bilsa edi, payg'ambarlarni inkor qilmaydi. Biz kishilarni vaz nasiyat olsun deb bu Qur'onda ularga turli misollarni bayon qildik. Qur'on arabchidir. Agirlikdan xolidir. Ümidki ular Qur'onning ma'nosini tushunib kufridan saqlang'ay. Allah sizlarga mundaq bir misolni keltirdi. Bir qul bo'lib, uningga ish qisilishni talishadigan nurg'un xo'jayinlar igdorchilik qiladi. Birisi bu ishqa, birisi u ishqa buyuruydi. U kimni rozi qilishni bilolmay qoladi. Yana bir qul bo'lib, u bir odamga xosdir. Bu ikki qul, ya'ni uning ahvoli barobarmi? Cimiye hamdu sana Allah'a xosdir. Balki ular, ya'ni mushriklarning to'lisi bilmaydi. Sen haqiqatan o'lisan, ularmi haqiqatan o'lidi.
Ondan keyin sizlar qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida bir-biringlar bilan da'vo qilasizlar. Allohga yolg'onni chaplagan, nozil bo'lgan rost so'zni, ya'ni Qur'onni inkor qilgan odamdinmi zolim kishi bormi? Jahannamda kofirlarga o'rin yo'qmi? Rost so'z, ya'ni Qur'onni ilib kelgan kishi va uni e'tirof qilgan kishilar ana shular taqvodorlardir. Ular Parvardigorning dargohida o'zlari xohlagan narsalardan bahramand bo'ladi. Ana shu yaxshi ish qilguvchilarning mukofotidir. Allah ularning eng yomon amallarini yo'q chiqardi. Ularga qilgan eng yaxshi amallari bo'yicha savob berdi. Allah bandisiga, ya'ni Muhammad alayhissalomni qo'g'dashga va uningga yordam berishga yetarlik emasmi? Ular seni Allohdan boshqa ma'budlar bilan qo'rqitdi. Allah gumroh qilgan odamni hech hidoyat qilguvchi bo'lmaydi. Allah hidoyat qilgan odamni hech ozdirg'uchi bo'lmaydi. Allah g'olib, dushmanlarni jazolag'uchi emasmi? Agar ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratgan deb so'rasang, shubhisizki ular Allah yaratgan deydi. Aytqinki, agar Allah menga biroz ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, uni dafi qilishga, ya Allah menga rahmat qilishni iroda qilsa, uni to'sib olishga Allohdan boshqa sizlar ibodat qilayotgan ma'budlar qodir bo'la olamdi. Menga aytib beringlarchi. Aytqinki, menga Allah kifoyidir. Tavakkul qilguvchilar uningga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishni Allohga topshirsin. Aytqinki, ey qavmim, sizlar o'z holinglar bo'yicha ishlanglar. Menmi o'z holim bo'yicha ishlayman. Sizlar uzunga qolmay xorlig'uchi azobning kimga keldiganligini, mangulik azobning kimga tushadiganligini bilasizlar. Shubhisizki biz sana kitobni insonlar uchun haq bilan nozil qildik. Kimki hidoyat topadigan, o'zi uchun hidoyat topgan bo'ladi. Kimki ozidikan, o'zining ziyni uchun ozgan bo'ladi. Sen ularga homiy emassan. Ya'ni ularni iymonga zo'rlashga muvakkal emassan. İnsanlar ölüdüğün çağlarında Allah ularning canlarını alıdı. Ölmegenlerning canlarını mı uxulgan çağlarda alıdı. Ölümge hüküm kılıngan, yani acili yetkenlerinin canlarını tutup kılıp, kalganlarının canlarını muayyen vaktgıça, yani acili yetküçe koyup berdi. Bunun da fikir yürgüzdüğün kavim üçün Allah'ın kudurtini körüstüdüğün nurgun alametler var. Ular fikir yürgüzmedi. Belki Allah'ını koyup şapaatçilerini tuttu. Aytqinki, ular, yani şapaatçi kılınganlar, hiç nersige qadir bulalmaydigan ve hiç nersini sezmeydigan tursumu, ularni şapaatçi tutamdı. Şapaatning hammasi Allah'ның ilkididir. Hiç adam Allah'ның iznisiz şapaat kılalmaydı. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Ondan sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Yalğız Allah tilga ilinsa, oxiratga ishonmaydiganlarning dillari siqilib ketadi. Allohdan boshqa ma'budlar tilga ilinsa, ular xush bo'lib ketadi. Aytqinki, ey osmonlarni va zaminni yaratguchi, yoshirinni va oshkorni bilguchi Allah. Sen bendileringning arasida ular ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqarsan. Agar o'zlariga zulm qilganlarning igidorchiligida yer yuzidagi narsalarning hammasi, ya'ni shuningdek bir hassa ko'p narsa bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kundagi qattiq azob uchun uni fidya bergan bo'ladi. Ularga Allah tarafidan bu dunyodagi chog'larda o'ylab boqmagan azoblar oshkor bo'ladi. Ularga ularning dunyoda qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ularning dunyodagi chog'da payg'ambarning da'vatini masxara qilganliklarining jazosi uchun ularni qattiq azob o'rib oladi. İnsonga bir musibat yetsa, bizga duo qilib iltijo qiladi. Ondan uningga marhamat qilib bir ne'matimizni ato qilsak, u bu ne'mat menga o'z ilmimdan, ya'ni fazlimdan, amgikimdan, tirishchanligimdan, rizq tepishning yo'llarini bilganligimdan keldi deydi.
Ish u o'ylagandek emas, balki u sinoqdir. Ya'ni ne'mat ato qilish bilan uni itoat qilamdu, osiylik qilamdu deb sinaymiz. Lekin ularning to'lisi buni bilmaydi. Mundaq so'zni ulardan ilgirkilarmi qilgan. Ularning erishgan mol-mulklari ularga asqatmadi. Ular dunyoda qilgan yomonliklarining jazosini tortdi. Bularning ichidagi zulm qilganlarmi qilgan yomonliklarining jazosini tortdi. Ular azobimizdan qutula olmaydi. Ular bilmamdiki, Allah sinash yuzasidan xohlagan odamning rizqini keng qiladi, xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Shak shubhisizki, buningda iymon etgan qavm uchun nurg'un alomatlar bor. Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib o'zlariga jinoyat qilgan bandilarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jimi gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki, Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Sizlarga azob kelib, yordamga erishalmaganinglardan burun Parvardigoringlar tarafga qaytinglar va uningga itoat qilinglar. Sizlar tuymagan holatda sizlarga azobning ushtumtut kelishidan ilgari sizlarga nozil qilingan eng go'zal Qur'onga ergishinglar. Har qanday odam Allohning toatida ketkizib qo'yganlarimga asrat. Men Allohning shariatini va dinini masxir qilg'uvchilardan edim deb qolmaslik uchun. Yoki Allah meni hidoyat qilgan bo'lsa, hidoyat tepib albatta taqvodorlardan bo'latdim deb qolmaslik uchun. Yoki azobni ko'rgan chaqda qashki dunyoga qaytishimga bo'lsa edi, u chaqda Allohga itoat qilib yaxshilardan bo'lar edim deb qolmaslik uchun Parvardigoriga bo'ysunsin. Durust. Haqiqatan sana mening nurg'un oyatlarim, ya'ni hidoyatga sabab bo'ladigan Qur'on keldi. Sen ularni inkor qilding. Bo'yintovlik qilding. Sen kofirlardan bo'lding. Qiyomat kuni Allohga yolg'onni chaplaganlarning yuzlarini qop-qora ko'rsan. Jahannamda mutakabbirlarga o'rin yo'qmi? Allah şerikdən və günahdan saqlanğucularını bəxtə erişdirdiğən yollar orqali azabdan qutuldurdu. Ularga külpət yetməydi. Ular qayg'urmaydi. Allah hamma narsani yaratquchidir, hamma narsaga homiydir. Ularni xohlagancha tasarruf qiladi. Osmonlarning va zaminning xazinalarining ochqishlari Allohning ilkidir. Allah'ның ayetlerini inkar qilganlar ana shular ziyon tortquchilardir. Ey Muhammed, aytqinki, ey nodonlar, meni Allohdan g'ayriga ibodat qilishga buyurumsizlar. Sana ve senden ilgirki peygamberlerge, eğer sen Allah'a şerik keltirsen, senin emelin elbette bekar bulup gitidi. Sen elbette ziyan tartquchilardan bulup kalısan. Belki yalğız Allah'a ibadet kılgın ve şükür kılgıçlardan bolgın deb vahiy qilindi. Ular Allah'ni haqiqiy ravishda tunimidi. Qiyomat kuni zimin butunlay Allohning changilida bo'ladi. Osmonlar Allohning o'ng qo'lida qatlanib turdi. Allah ular, ya'ni mushriklarning sherik keltirgan narsalardan pokdir va ustundir. Sur chilinganda osmonlardagi va zimindagi Allah xohlagandan boshqa maxluqotlarning hammasi o'ladi. Ondan sur ikkinchi qitim chilinganda nagahan ular turib, nimaga buyurildiganliklariga qarab turdi. Mahshargoh Parvardigorning nuri bilan yo'riydi. Nomi amallar hozir qilindi. Payg'ambarlar va guvohchilar keltirildi. Ularning orasida adil hukm chiqarildi. Ularga zulm qilinmaydi. Har odamga qilgan amalining mukofoti yoki jazosi to'liq berildi. Allah ularning amallarini obdan biladi. Kofirlar jahannamga top-top bo'lib aydildi. Ular jahannamga yetib kelganda jahannamning darvozalari ochildi.
Cəhənnəmni başqurğuchi pəriştilər ularga, aranglardan sizlərə Pərverdigarınlarning oyatlarini sizlərə o'qib beradigan, bugungi uchrashishning barligini ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmaganmi deydi. Ular shundoq payg'ambarlar kelgan, bizni ogohlantirgan, lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufr bilan qilmishlari tufaylidan kofirlarga tegishlik bo'ldi deydi. Ularga cəhənnəmning darvozalaridan kiringlar, cəhənnəmdə məngü qılınlar. Mutakabbirlarning joyi nima degan yomon deyildi. Pərverdigarga təqvodorlik qilganlar jannatga top-top bo'lgan holda mangdirildi. Halbuki ular jannatga yetib kelgan chaqda uning darvozalari ochilib bo'lgan bo'ladi. Cennetke muvakkal periştiler ularga, sizlerge amanlık bolsun, sizler günahlarının kirlerinden pak boldunlar, cennetke kiringlar, onun da məngü kılınlar deydi. Ular cennetke kirip orunlaşkan çağda eytidu. Cimi hamdu sana Allah'a xastur ki, o bizge kılgan vədisini işqa aşurdu. Cennetning ziminiga bizni varis qildi. Cennetdə özümüz xalığan joyda turimiz. İşligüçilərning əcri, yəni cənnət nima degan yaxshi. Pəriştilərning Pərverdigariga təsbih etqan, hamda etqan holda arshning cho'risini o'rab turganligini ko'rsan. Ularning orasida haqqoniy hukm chiqariladi. Mo'minlar jannatga kiradi. Kofirlar do'zaxga kiradi. Cimi hamdu sana alemlerinin perverdigari Allah'a xastur deyildi.